9-bob sport sohasida qayta tiklovchi massaj turlari va yordamchi vositalar. Shiddatli jismoniy mashqlardan, shikastlanish va kasalliklardan so'ng zamonaviy sportda ish qobiliyatini qayta tiklash vositasi sifatida massaj keng ko'lamda qo'llaniladi. Qayta tiklash massaji sport musobaqalari va mashg'ulotlari tugagandan so'ng 30 daqiqadan 4 soatgacha vaqt o'tgach qilinadi. Uning davomiyligi 25-30 daqiqani tashkil etadi. Massajni qo'llash vaqti va davomiyligi sport turiga, sportchini umumiy holatiga bog'liq bo'ladi. Yosh sportchilarda va ayollarda massajning davomiyligi qisqaroq bo'ladi. Musobaqa va mashg'ulotlardan so'ng asosan faol harakatlangan mashqlar, tana qismlari, shikastlangan sohalar massaj qilinadi. Klassik qayta tiklovchi qo'l massaj usullari haqida 122-124 betlarda bayon etilgan. Segmentar massaj. Bu reflektor massajning bir turi. U tanadagi teri qavatlariga mexanik ta'sir ko'rsatib, nerv tizimi orqali ichki a'zolar va funksional tizimlar faoliyatini rag'batlantiradi. Segmentar massaj texnikasi ishqalash, uqalash va boshqa xil massaj usullarini o'z ichiga oladi. Ishqalash usuli to'qimalarni joyidan siljitib, har tomonga tortib bajariladi. Bu uslubning alohida turlari mavjud. Quyida biz ularga qisqacha ta'rif berib o'tamiz. Ishqalashning parmalash usuli. Chap yoki o'ng qo'lning 2-4 barmoqlari bilan bajariladi. Orqaning segmentar sohalarini massaj qilishda umurtqa pog'onasi massajining bosh barmog'i va qolgan barmoqlar orasida turishi kerak. 2-4 barmoqlar bilan doira shaklida vint buragandek hamma to'qimalarni ko'chirib siljitiladi. Massaj umurtqa pog'onasi tomonga yo'naltirib, bosh barmoqqa tayanib bajariladi. Bu usulni 2 qo'l bilan bajarish mumkin. Bunda bosh barmoq yostiqlari bilan pastdan yuqoriga, umurtqa pog'onasini bel qismidan bo'yin qismiga yo'naltirilib, vint buragandek massaj harakatlari bajariladi. Qolgan barmoqlar tayanch vazifasini bajaradi. Arralab ishqalash usuli. 2 qo'lning bosh va ko'rsatkich barmoqlari bir-biridan uzoqlashtirilib, umurtqa pog'onasini 2 tomoniga qo'yib bajariladi. Massaj vaqtida har 2 qo'l orasiga teri burmasi paydo bo'lishi lozim. Qo'llar qarama-qarshi tomonga sirpanmasdan, pastdan yuqoriga yo'naltiriladi. Teri va uning ostidagi to'qimalarni joydan siljitib, arralash harakati bajariladi. Bu usul yordamida butun orqa sohani pastdan yuqoriga qaratib ishqalanadi. Segmentdan segmentgacha. Umurtqa pog'onasining o'tkir o'simtalarini ishqalash 2 qo'lning 1-2 barmoq uchlari bilan bajariladi. Qo'l qo'yganda bitta umurtqa pog'onasining o'tkir uchi albatta barmoqlar orasiga joylashishi lozim. Qarama-qarshi tomonga chuqur yo'naltirilgan qo'shni umurtqalarning o'tkir uchlari orasida kichik aylana harakatlar shaklida massaj bajariladi. Bu harakatlar umurtqa pog'onasining bel qismidan bo'yin tomonga yo'naltiriladi. Ishqalashning siljitish usuli. Bir necha variantlardan iborat. Birinchi varianti 2 qo'l bilan bajariladi. 2 kaft ichki yuzasi bilan umurtqa pog'onasining o'ng va chap yoniga qo'yiladi. Bunda 2 kaft oralig'ida teri burmasi paydo bo'lishi lozim. So'ng bir qo'lni oldinga, ikkinchi qo'lni orqaga siljitib, yuqori tomonga harakatlantiriladi. Bu usulni qorin sohasida ham qo'llash mumkin. Ikkinchi varianti 2 qo'lni barmoqlari bilan 2-3 umurtqa sohasidagi terini ushlab pastdan yuqoriga beldan bo'yinga qarab siljitib bajariladi. Uchinchi varianti bosh va ko'rsatkich barmoqlar bilan bajariladi. Bunda teri burmasi barmoqlar orasiga olinib, pastdan yuqoriga yo'naltirib massaj qilinadi. To'rtinchi variantda o'ng qo'l kaftining ichki yuzasi teriga qattiq bosiladi va chap qo'l kafti tomoniga siljitiladi. Chap qo'lni kafti shu xil harakatlarni o'ng qo'l tomonga qarab bajaradi. Harakatlar bel qismidan bo'yin tomonga yo'naltiriladi. Kurak osti sohasini ishqalash. Massajchi chap qo'li bilan sportchining chap yelkasini mahkam ushlab turadi. O'ng qo'lining barmoq uchlari bilan kurak qirrasi va kurak osti ishqalanadi. Bunda chap qo'l bel sohasiga qo'yilgan bo'lishi kerak. Ko'krak qafasini siqib ishqalash. Qo'llar qovurg'alariga parallel qo'yiladi.
Qovurg'alar aro mushaklar to'sh suyagidan umurtqa pog'onasi tomonga yo'naltirilib silinadi va ishqalanadi. So'ngra ko'krak qafasi massaj qilinadi. Massaj oluvchi nafas olganda massajchining qo'llari umurtqa pog'onasi tomonga, nafas chiqarganda to'sh tomonga sirpanadi. Nafas chiqarish oxirida ko'krak qafasi siqiladi, ya'ni bosiladi. Massajchi avval qo'llarni diafragmaga yaqin qo'yadi, keyin qo'llarini mushak chuqurchalariga qo'yib takrorlaydi. Massaj oluvchi nafas olishni to'xtatmasligi uchun massajchi nafas oling, nafas chiqaring deb buyuradi. Ish qobiliyatini tiklash maqsadida uqalashni bir necha turlari qo'llaniladi. Bosib uqalash katta barmoqlarning yostiqchalari bilan bajariladi. Harakatlar avval bosim kuchini to'qimalariga chuqurroq yo'naltirib, so'ng pasaytirib bajarilishi lozim. Bu usulni o'ng qo'lni katta barmog'i ustiga chap qo'lni qo'yib mushtar yordamida ham bajarish mumkin. Bu holda qo'l kafti umurtqa pog'onasini vertikal holatida bo'ladi. Chimchilab uqalash. Orqa yelka usti mushaklarida o'ng qo'lni ko'rsatkich va o'rta barmoqlari bilan teri qizarguncha bajariladi. Harakatlar pastdan yuqoriga yo'naltiriladi. Bu usulni ikki qo'l bilan ham bajarish mumkin. Bunda katta barmoq bosh barmoqning ro'parasida turadi. Harakatlar terini burishtirib, ko'tarib, barmoqlar bilan burab bajariladi. Cho'zib uqalash quyidagicha bajariladi. Mushak ikki qo'l bilan ushlanadi. Kaftlar bir-biridan 3-5 sm oralig'ida mushaklar ustiga qo'yiladi. So'ng uni cho'zib, orqa va oldinga siljitib massaj qilinadi. Bir qo'l o'zidan ikkinchi qo'l o'zi tomonga harakatlanadi. Massaj qilinayotgan sohada qo'llar almashtirilib, bu harakatlar bir necha marta takrorlanadi. Bu usul orqa, qo'l va oyoq mushaklari massajida ko'proq qo'llaniladi. Oyoq bilan massaj qilish. Sportchilarning mushaklari yaxshi rivojlanganligi sabab ularni massaj etish ancha qiyinchiliklar tug'diradi. 100 kg og'irlikdagi sportchini yaxshilab massaj qilish uchun massajchi juda kuchli bo'lishi lozim. Shunday holatlarda qo'l massaji o'rniga oyoq massaji qo'llaniladi. Bunda massaj oluvchi sportchi yerda yoki yumshoq to'shakda yotadi. Orqa mushaklari bir oyoq yoxud ikkala oyoq bilan ishqalab uqalanadi. Bunda massajchini massaj oluvchining orqasiga oyoqlari bilan chiqib tik turadi. Bel tomonidan bo'yin tomoniga yo'nalgan holda uqalash usuli bajariladi. Orqaning mushaklarida yurish degan ibora ham bor. Oyoqlar massaji pastki qismdan boshlanadi. Massajdan so'ng qo'l bilan xuddi o'sha qismlarda silash, ishqalash, uqalash usullari bajariladi. Oyoq bilan massaj etish nafaqat mushak massaji bo'lgan odamlarda, balki mushak tonusi yuqori bo'lgan sportchilarda ham o'tkaziladi. Mushaklari qattiq. Bularda qo'l massaji yaxshi natija bermaydi. Oyoq bilan massaj etish hammomda, saunadan so'ng butun tanani choyshab bilan o'rab qo'yib bajariladi. Oyoq bilan massaj etish muddati 10-25 daqiqani tashkil etadi. Suvda massaj qilish. Suvda massaj etish modda almashinuvi jarayonini faollashtiradi, a'zo va to'qimalarga limfa va qon aylanishini yaxshilaydi. Suv massaji mexanik taassurotlardan tashqari o'z harorati, unga qo'shilgan aralashmalar bilan ham katta ahamiyatga ega. Suvda bajariladigan qo'l massaji. Suvda qo'l bilan massaj etish og'ir mashg'ulotlardan so'ng tayanch harakat apparatining shikastlanishlarida shifo, qayta tiklanish vositasi sifatida tavsiya etiladi. Suvda oddiy silash, ishqalash, uqalash usullari bajariladi. Navbatma-navbat orqaning mushaklari, oyoq mushaklari, so'ngra qo'l, ko'krak va qorin mushaklari massaj etiladi. Bu muolaja pastdan yuqoriga proksimal yo'naltirib boshlanadi. Agarda tayanch harakat apparati shikastlangan yoki kasallangan bo'lsa, bunga alohida ahamiyat berish lozim. Muolaja 15-20 daqiqa davom etadi. Massaj tugaganidan so'ng teriga, og'riqqa, yallig'lanishga va shishga qarshi surtma moylar surtiladi. Suv vannasi yordamida va dush ostida o'z-o'zini massaj etish ham mumkin. Bu ertalabki gimnastika mashg'ulotlaridan so'ng yaxshi natija beradi. Muolaja 5-10 daqiqa davom etadi. Yuqorida ko'rsatilgan muolaja og'ir shikastlanishda, ko'rinarli limfostaz, shish, arterial qon bosimi ko'tarilganda, nafas yo'llarini o'tkir kasalliklarda nokautdan so'ng taqiqlanadi.
Tana haroratini pasaytiruvchi massaj. Shamollaganda odatda tana haroratini pasaytirish uchun antibiotiklar, sulfonamid preparatlar ishlatilinadi. Bu dori-darmonlar vositasida tana haroratini tushirish organizmni keskin kuchsizlanishiga va sportchini jismoniy ish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Tana harorati yuqori darajada 38,3, 39,4 ko'tarilganlarida massaj qo'llanilishi kasalliklarni kelib chiqish sabablariga asoslanganligi ko'p sonli tekshiruvlar natijasida tasdiqlangan. So'nggi yillarda dorivor moddalarga nisbatan allergik reaksiyalarni keskin ortib borayotgani e'tiborga olsak, massajning amaliy ahamiyati yaqqol namoyon bo'ladi. Massaj o'pkadagi va mushakdagi qonni mikrotsirkulyatsiyasini yaxshilaydi. Bronxlar faoliyatini kuchaytiradi. Issiqlikni saqlaydi. Ter ajralishini maromiga keltiradi. Tana a'zolarining neyrogumoral funksiyasini kuchaytiradi. Haroratni pasayishi umumiy holatning uyqu va ishtahani yaxshilanishiga olib keladi. Haroratni pasaytiruvchi massaj qoringa yotkazilgan holatda o'tkaziladi. Avval orqa sohasi massaj etiladi. Bunda silash, ishqalash, uqalash va massajning segmentar usullari qo'llaniladi. So'ngra barmoq yostiqchalarida urib massaj etish, ya'ni perkussiya, bronxlar joylashgan o'rinlari aniqlanib, o'pka bo'laklari urib massaj etiladi. Bundan so'ng yana orqaning mushaklarida qovurg'alar orasida qizdiruvchi surtma moylar bilan, ya'ni fenalgon, farapin, niklofex va boshqalar silash va ishqalash usullari mushak va ko'krak tomonidan massaj etiladi. Bu vaqtda nafas harakatlarini faollashtiradigan, nafas chiqarayotgan vaqtda ko'krak qafasini qisish usullari qo'llaniladi. Ya'ni urib massaj etish usuli takrorlanadi. Muolaja qizdiruvchi surtma moylar surtish bilan yakunlanadi. Yurak urishi tezlashgan, arterial qon bosimi oshgan vaqtlarda oyoqlarda ham massaj o'tkazish tavsiya etiladi. Massaj tugagandan so'ng yumshoq choyshab bilan o'rab, ustiga qalin matodan yopib, limonli issiq shirin choy berish tavsiya etiladi. Massaj muolajasi 5-15 daqiqa davom etadi. Birinchi kunlari muolajani bir necha marotaba o'tkazsa bo'ladi, lekin surtma moylarni kuniga bir marotaba faqat kechqurun qo'llash kerak. Muz bilan massaj etish, ya'ni kriomassaj. Juda qadim zamonlardan beri muzdan davo vositasi sifatida foydalanadilar. Sovuq muz, qor va boshqalar ta'sirida mayda qon tomirlari torayadi. Ularni o'tkazuvchanlik xususiyati kamayadi. Nerv oqirlarida qo'zg'aluvchanlik pasayadi. Qon oqimi sekinlashadi. Shishlarning hosil bo'lishini oldini olinadi. Yumshoq to'qimalar, suyaklar urilganda, cho'zilganda, shikastlanganda, tayanch harakat apparati kasalliklarida og'riq kamayadi. Kriomassaj muz bilan to'ldirilgan sellofan qopcha yoki kichik isitgich grelka yordamida o'tkaziladi. Muz bo'lmagan holatlarda sellofan qopchaga suv solib, muzlatgichning muz xonasiga 30-40 daqiqada qo'yiladi. Doira yoki ilon izi shaklida ishqalash eng samarali usullardan hisoblanadi. Muz bilan massaj etish oldidan tananing shikastlangan sohasi bir oz ko'tarilib qo'yiladi. Massaj faqat shikastlangan qismda emas, undan biroz yuqoriroqda va bir oz pastroqda ham bajariladi. Muz bilan massaj etish og'ir shikastlanishlarda, pay va barmoqlar lat yeganida, cho'zilganida, ba'zi bir surunkali kasalliklarda, osteoxondroz kasalliklarida, yelka, kurak bo'g'imi, oldi yallig'lanishlarda, periartrit, tizza bo'g'imi artrozida, bel og'riqlarida, lumbalgo va boshqalarda ham naf beradi. Bundan tashqari, sovuqni og'riq nuqtalarida qo'llash mumkin. Qon tomirlarining turg'un torayishi va ko'karish holatlari vujudiga kelmasligi uchun massajning davomiyligi 5 daqiqadan oshmasligi lozim. Shikastlangan soha yuzasiga 10-15 daqiqaga muz to'ldirilgan sellofan qopchalar qo'yib, bint bilan mahkam bog'lab qo'yiladi. Birinchi kunlari bu muolajani ko'p bor qaytarish mumkin. So'ngra muz bilan massajni issiq muolajalari, issiq vanna, keyinroq maxsus mashqlar bilan yoki oddiy trenajyorlarda mashq qilish bilan aralashtirib o'tkazish mumkin. Og'riq qolib, shishlar tarqalgandan so'ng shikastlangan qism seflanadi va qaytadan mashg'ulotlari boshlanadi. Muz bilan davolab trenajyorlarda mashq bajarish usullarining umumiy vaqti birinchi kunlari 15-30 daqiqani tashkil etadi. Muz bilan massaj etish 2-3 daqiqa davom etsa,
undan so'ng trenajyorlarda mashq bajaradilar. Muolaja 2-3 marta takrorlanadi. Muz bilan massaj etishning ko'p yillik tajribasini ko'rsatishicha, u juda yuqori samaraga ega. Usul bo'g'imlar shikastlanishi va kasalliklardan so'ng harakatchanlikni oshiradi. Mahalliy mushaklarni taranglik tonusini kamaytiradi. Sportchining ish qobiliyatini oshiradi. To'qimalarda shishlarni tarqatuvchi massaj. Tayanch harakat apparatlari shikastlari va kasalliklarida, vena tomirining varikoz kengayishida, jarrohlik operatsiyalaridan so'ng ko'pincha shish va limfostaz hosil bo'ladi. U mayda tomirlarni ezadi hamda qonni mikrosirkulyatsiyasiga ta'sir xalaqit beradi. To'qimalardagi metabolik jarayonlarni izdan chiqarib, to'qimalarni kislorod bilan ta'minlanishini buzilishiga olib keladi. Tarqatuvchi massaj limfa qon aylanishini tezlashtiradi. To'qima va a'zolarda dimlanishni yo'qotadi. To'qimalarda rivojlanishni tezlashtiradi. Bunday massaj ham mexanik, ham reflektor ta'sir etib, markaziy nerv tizimi orqali boshqariladi. Tekshirishlar ko'rsatishicha, narkoz ta'sirida behush yotgan odamda massaj o'tkazilganda tana harorati ko'tarilmas ekan. Tananing massaj o'tkazilgan qismida massaj o'tkazilmagan qismiga nisbatan limfa va qon aylanish kuchayar ekan. Bu shuni ko'rsatadiki, agar tanani shikastlangan qismida klassik massaj o'tkazib bo'lmasa, segmentar reflektor massajni qo'llash kerak bo'ladi. Drenajli massaj o'tkazilayotgan vaqtda oyoqlarni 30-35 gradusga ko'tarib qo'yish lozim. Massaj o'tkazish tartibi: oldin son mushaklarini, so'ngra boldirni, keyin oyoq barmoqlaridan boshlab chov sohasigacha silash uslubi bajariladi. Massajning harakatlari silliq, bir tekis, yengil, yumshoq bo'lishi kerak. Shapatilash, urish, chakillash usullari qo'llanilmaydi. Chakillash usullari qo'llanilmaydi. Sog'lom to'qimalar ham massaj etiladi. Qo'llar barmoqlardan yuqoriga yo'naltirilib massaj etiladi. Qo'l va oyoq massajidan oldin umurtqa pog'onasining bo'yin, ko'krak qismida segmentar massaj o'tkaziladi. Qo'l kafti shishganda, oyoq panjasi, boldir panja bo'g'imi shishganda, umurtqa pog'onasini bel qismida segmentar massaj o'tkaziladi. Massaj faol, sust harakatlar bilan qo'shib olib boriladi. Davomiyligi 10-15 daqiqaga yetadi. Davomiyligi 10-15 daqiqaga yetadi. Surtma, moy va gellarni qo'llash. Sportchilarni tayanch va harakat a'zolarini shikastlanishi har xil kasalliklardan so'ng tiklash maqsadida turli qizdiruvchi moylardan foydalanadi. Tarkibiga kiradigan dori-darmonlarga qarab, ular to'qimalarga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi bir surtmalar, moylar to'qimalarni qon tomirlarini kengaytirsa, ya'ni fenolgen, gimnastagal, efkamon va boshqalari yallig'lanish va shishlarni qaytaradi, ya'ni lizalin, xiridain. Shikastlanish oqibatida hosil bo'ladigan shish va og'riqlar mayda qon tomirlarini zararlanishi natijasi bo'lib, to'qimalarda kislorod yetishmovchiligi, kapillyar o'tkazuvchanlikning oshganligidandir. Bunda qon aylanishi buziladi. Surtma moylar og'riqni qoldirishga, shishlarni tarqatishga, gematomalarni, teri ostida qotib qolgan qonni so'rilishga, yallig'lanishni kamaytirishga, qon aylanishini yaxshilashga, to'qimalarni tiklanishiga mo'ljallangan. Og'ir shikastlanishlarda qon tomirlarini kengaytiradigan surtma moylar tavsiya etilmaydi. Bunday hollarda og'riqni qoldiradigan va yallig'lanishni kamaytiradigan moylar tavsiya etiladi. Yangi shikastlanishlarda to'qimalar qon tomirlarini qon bilan to'lib qolmasligi uchun moylar tanaga singdirilmaydi. Bunday hollarda asosan gellar qo'llaniladi, chunki ular sovutish va tez so'rilish xususiyatiga ega. Shikastlanishlardan so'ng ish qobiliyatini qayta tiklash davrida qon aylanishini yaxshilash maqsadida krem va surtma moylar qo'llaniladi. Surunkali kasalliklarda bursit, bo'g'im xaltachalari
payqinining yallig'lanishida tarkibida yod bo'lgan dorilar qo'llaniladi. Endi dorilar bilan tanishib chiqamiz. Qo'llaniladigan apizatron asal ari zahri tarkibida 1 grammda 1 yillik asal ari zahri qo'shilgan moy, 10% metilsatsilat va 1% achchiq efir moyidan tashkil topgan. Apizatron mushak yallig'lanishi, radikulit, lat yeganda, nerv og'riganda tavsiya etiladi. Og'riq joyiga 2-3 gramm moy quyib, 1-2 daqiqa o'tgandan so'ng tanaga singdiriladi. So'ng bir kunda 2-3 marotaba massaj qilinadi. Odamlarda apizatronga nisbatan o'ta sezuvchanlik holati bo'lishi mumkin. Shu sababli birinchi marta undan oz miqdorda 1 grammgacha olib massaj etish lozim. Agarda bu miqdordagi preparatni massaj oluvchi yaxshi qabul etsa, dorining miqdori oshiriladi. Virapin 1 gramm surtma moyida 0,25 mg asalari zahri bo'ladi. U lat yeganda, bel og'riganda, bo'g'im va mushak yallig'lanishiga va boshqa xil kasalliklarda qo'llaniladi. 2-5 gramm surtma moyni og'riq joyiga qo'yib 5-10 daqiqa davomida massaj etiladi. Viprasal gyurza zahri tarkibida kamfora, salitsat kislota, pixta moyi, parafin, glitserin, vazelin bor. Bel og'riganda, mushaklar yallig'langanda qo'llaniladi. Surtma moy og'riq joyiga qo'yilib massaj etiladi. Vipratox ilon zahri tarkibida metilsatsilat, kamfora va liniment asosi mavjud. Moydan mushak bo'g'im oldi bo'g'im boylamlari xaltachalarining yallig'lanishida lat yeganda foydalaniladi. Metilsatsilat og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishni kamaytiruvchi ta'sirga ega. Mushak kasalliklarida toza holatda yoki xloroform va yog'li moylar bilan aralashtirib ishlatiladi. Naftalgin og'riq qoldiruvchi emulsiya tarkibida analgin, metilsatsilat va naftalon nefti emulsiya kashalot yog'ining yog' kislotasi bilan aralashmasi distillangan suv bor. Sanitas balzami tarkibida metilsatsilat, ekvalit yog'i, skipidar, kamfora, cho'chqa yog'i va boshqa vazelin bo'ladi. Bombengi moyi tarkibida mentol, metilsatsilat, vazelin bor. Nevalgin sanitas balzami bombengi og'riq joylariga surtish uchun lumbalgo nevralgiya, miyazit, radikulit, mushak ezilganida ishlatilinadi. Nikloflex surtma moyi tarkibida faol moddalardan kapsatsin, etilnikotinat, etillenglikol, salsinat, lavant moyi saqlaydi. Mushak ezilganida, mushaklarda og'riq paydo bo'lganda, mushaklar tortishib qolganda qo'llaniladi. Og'riq joyiga 1-3 gramm surtma moy quyib massaj etiladi. Gimnastagol tarkibida H4 gidroksidi, 3 metoksidi benzol, 8 metiltrans, 6 iniol kislota amidi, nikotin kislotasining benzolli efiri surtma moy asosi bor. Bu surtma moyi lat yeganda, boylamlar cho'zilganda, bel og'riganda, bronxitda, ko'krak qafasiga surtiladi. Radikulit bo'g'im, mushak yallig'lanishlarida qo'llaniladi. Og'riq joyiga 1-2 gramm surtma moyni surib massaj qilinadi. Bu surtma moyi qizdirish xususiyatiga ega. Massaj tugagach qo'llarni issiq suv bilan yaxshilab yuvish lozim. Geparin surtma moy u to'qimalar orasidagi suyuqliklarni, shishlarni tez so'rilib ketishiga olib keladi. Bundan tashqari qon tomirlarini kengaytirib, yallig'lanishni oldini oladi. Trombofilit qonning quyilib qolishida limfa harakatini buzilishi, ko'k tomirlarni kengayib
ketishi, to'qimalarda suyuqliklar to'planishi va boshqa yallig'lanish holatlarida qo'llaniladi. 3-5 gramm surtma moyi ohista surtiladi yoki bog'lab qo'yiladi. Efkamon tarkibida kamfora, evakalipt moyi, mentol, metil satsilat va boshqa bir qancha moylar bor. Og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Mushak shamollaganida, radikulit, lat yeganda, bel bodida qo'llaniladi. Og'riq joyiga 1-3 gramm surtma moy surtiladi va massaj qilinadi. Nikofen tarkibida geparinaid, benzilnikotin. Nikofen tarkibida geparinaid, benzilnikotin va boshqa faol moddalar bor. Ko'k tomirlar kengayganda, qontalash, lat yeyishda, paylar cho'zilganda qo'llaniladi. Og'riq joyiga surtma moy tomizilib, so'ngra yaxshilab massaj etiladi yoki doka bilan bog'lab qo'yiladi. Fenalgon tarkibida nikotin kislotasi 2,5%, butoksietil va 0,04%. Fenalgon tarkibida nikotin kislotasi 2,5%, butoksietil va 0,4% ninanil kislotasi, vanilamid bor. Bo'g'im mushaklari, bog'lomlar cho'zilganda, radikulit, miozit, lyumbalgo, qovurg'alar aro nevralgiya, bronxitda qo'llaniladi. Og'riq joyiga ozgina quyib ohista singdiriladi. Massaj qilsa ham bo'ladi. Surtma moy kiritilgan joylarga, shilliq qavatlarga tushmasligi lozim. Massajdan so'ng qo'llar sovun bilan yuvilishi lozim. Venaruton gel og'ir shikastlanishlarda, lat yeganida, trombofilibit shishlarda qo'llaniladi. Tarkibida faol o'simlik komponentlari va spirt tutadi. Og'riq qoldiruvchi, mushaklar tarangligini bo'shashtiruvchi, sovutish ta'siriga ega. Kun davomida bir necha marta shikastlangan joyga gel surtib bog'lab qo'yiladi. Issiqlik muolajalari man etiladi. Pulmatin tarkibida kamfora, timol va boshqa komponentlarni saqlaydi. Nafas yo'llari va o'pka shishlarida va gripp kasalliklarida qo'llaniladi. Ko'krak qafasiga ozgina surtma moy quyib massaj qilinadi. Kunda 2-3 marta. Elakur tarkibida nosatin, metilsalsilat, propiloniklanat va boshqa komponentlar bor. Botga qarshi ta'sir etib, massajdan so'ng qon tomirlarini kengaytiradi. Mushak o'tirg'ich nervi, bo'g'imlar yallig'lanishida, bel og'riganida qo'llaniladi. Og'riq joyiga ozgina moy quyib massaj etiladi. Lidokain lat yeganda, paylar cho'zilganda, bel og'riganda, mushaklar yallig'lanishida qo'llaniladi. Og'riq joyiga moy quyilib, neokapsiderm tarkibida kamfora, har xil moylar, faol moddalar kiradi. Bo'g'imlarning bog'lam xaltacha apparatlari shikastlanishida, lat yeganida, bel og'riganda, mushak yallig'langanda qo'llaniladi. Moyni og'riq joyiga quyib massaj etiladi. Richtafit tarkibida har xil dorivor o'simliklarni, moylarni tutadi. Moy bilan massaj qilinadi. Mushaklar bo'shashishiga, terini qayta tiklanishiga yordam berib, kichik yaralar va yallig'lanishlarni bitishini tezlashtiradi. Mushak yallig'lanishida, mushak og'riganda, mushak tirishishida, lat yeganda va paylar, mushaklar cho'zilganida qo'llaniladi. Og'riq joyiga krem surtib, surilib ketguncha ishqalanadi. Vesima moyi o'z tarkibida har xil o'simlik moddalarini tutadi. Vesimaning bir necha turi tafovut etiladi. E, M, K, N, J. Bular har xil maqsadlarga, kasalliklarda, shikastlanishlarda, og'riqni qoldirishda qo'llaniladi. Moydan massaj o'tkaziladigan joyga ozgina quyib massaj etiladi. Miaton tarkibida dorivor o'simliklar, moylar va boshqa moddalar bor. U og'riq qoldirish, yallig'lanishning oldini olish, massaj etiladigan to'qimalarda qon oqimini tezlashtirish.
Mushaklarda charchash holatini yo'qotish xususiyatiga ega. Bu kremning bir necha turi bor. Miatin A sport mashg'ulotlaridan so'ng qo'llaniladi. Qon tomirlarini kengaytirib, isitish xususiyatiga ega. Mushaklarni bo'shashtiradi. Tiklash masajini o'tkazayotganda krem mushaklariga singib ketguncha ishqalanadi. Miotin B va miotin C mashq yoki musobaqalardan oldin qo'llaniladi. Bular isitish xususiyatiga ega. Mushaklar paylar shikastlanganda har xil yallig'lanish jarayonlarida qo'llaniladi. Kremning shilliq qavatlarga tushmasligini oldini olish kerak. Kapsoderma moyi tarkibiga kapsatin, kamfora va boshqa preparatlar kiradi. Qon tomirlarini haddan tashqari kengaytirib qizdiradi. Mushak o'tirg'ich nervi bo'g'imlari yallig'lanishda, mushaklar bel og'riganda, bo'g'im xaltachalarida suyuqlik yig'ilganda, har xil to'qimalar cho'zilganda qo'llaniladi. Og'riq joyiga moy quyib masaj etiladi. Mellivenon tarkibida xloroform, asalari zahri va boshqa moddalar kiradi. Mushaklar bo'g'imlar, bel og'riganda, mushaklar yallig'langanda, osteoxondroz kasalliklarida, umurtqa pog'onasida og'riq paydo bo'lganida qo'llaniladi. Bu moy arterial qon tomirlarini haddan tashqari kengaytirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun og'riq joyiga ozgina moy surtib masaj etiladi. Yaralarga, shilliq qavatlarga moy tushmasligi kerak. Masajdan so'ng qo'lni sovun bilan yuvish kerak. Garimdorili murakkab liniment. Garimdori eritmasi, yashil sovun, distillangan suv, 90% etil spirti, nafshadil spirtidan iborat. Shu bilan kitobimizni 9-bobini va eng oxirini yakunladik. Foydalanilgan adabiyotlarni ko'rsanglar, juda ham kuchli kitoblardan foydalanilgan. O'zinglar o'qib, ko'rib, audiolarni eshitib, ishonchingiz komil bo'lgan bo'lsa kerak. Juda ham ko'p foydali ma'lumotlar ushbu kitobimizda mavjud. Kitobni audio ko'rinishdagi nusxasini eshitib, bilimlaringizni oshirib bo'lganingizdan keyin qanaqa insaytlar olganingizni kommentariyalarda yozib keting, hamda yana masajchi dugonalaringizga, tanishlaringizga bu audio kitobni ilinib jo'natib qo'ying. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda hamda foydali kitoblarni o'qishda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.